Bugungi videoda men youtuberlarga kirish savollar berib ko'raman videosining bu 3-qismi. Qani unda biz videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz bu Felix. Assalomu alaykum. Felix, sizdek nigger bo'lish uchun nima qilish kerak? Har kuni quyoshda yurish kerak deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Hacker. Hacker, yoshligingizda suvga tushib ketganmisiz? Ha, faqat bir marta tushib ketganman deb javob berdilar. Va bizning uchinchi youtuberimiz bu Raker. Raker, YouTube'ga qachon qaytasiz? Shu yaqin orada qaytish niyat bor deb javob berdilar. Va bizning to'rtinchi youtuberimiz bu Dizzer. Dizzer sifatga ko'proq ishlash uchun nima qilish kerak? Videoga ahamiyat qaratish kerak deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz bu Bohirchik. Bohirchik 9 kunlik kanalingiz chopilib ketsa nima qilardingiz? Bismillah deb yangisini ochar edim va bundan ham tezroq erishardim natijalarga deb javob berdilar. Videomizni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, shu videoga like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz tezroq 1K obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham bizning kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Va bizning 6-youtuberimiz bu Master. Assalomu alaykum, Master. YouTube kanalingizni chopib ketsa nima qilardingiz? Xo'sh, Allohga topshirgan bo'lardim, chunki mehnatim ketdi, vaqtim ketdi deb javob berdilar. Va bizning 7-youtuberimiz bu Shahez. Shahez, sizni shu qiz so'rayapti, hayolimni buzmang deb javob berdilar. Va bizning 8-youtuberimiz bu Artifact. Assalomu alaykum, sizga Raker yoki Artifact terma yadro dinamikasi deb javob berdilar. Videomiz shu joyda yaklanadi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.